Assalomu alaykum, qadri baland qadrdonlarim, aziz obunachilarim. Endigina kanalimga kirgan aziz mehmonjonlar, bugun sizlarga o'zim cho'zgan lag'monlarimni bo'lishishni xohladim. Bugun ko'proq zakaz olgandim. Mana lag'monlarimni tayyorlab sizga ko'rsatmoqchiman. Agarda yoqqan bo'lsa lag'monlarim, like bosib, kommentariy qoldirishingiz mumkin. Mana qarang, lag'monlarimni yog'lab birin-ketinlikda pishirib oldim. Judayam chiroyli chiqdi. Chiroyli chiqqan lag'monlarimni siz bilan bo'lishmoqchiman. Agarda kanalimni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, men lag'monlarni cho'zib zakazga topshiraman magazinlarga yoki kimdir ko'proq uyida mehmon kutmoqchi bo'lsa, lag'mon aytsa, o'shalarga cho'zib beraman. Meni bilganlar biladi, bilmaganlar endi ko'rishi mumkin. Qarang, mana eng oxirgi restlarini cho'zib pishirib olyapman. Lag'monlarim o'ta chiroyli va o'ta ingichka va juda ham zo'r. Meni agar kuzatgan bo'lsangiz, azizlarim, oldingi videolarimda qanaqa qilib xamir tayyorlashni, qanaqa qilib cho'zishni, qanaqa qilib pishirib olishlarini birin-ketinlikda hammasini ko'rsatib o'tganman, azizlarim. Bu safargim esa faqatgina ko'proq zakaz olgandim bugun va har doimgidek ko'proq cho'zganligim uchun ko'rsatib o'tyapman. Qanday chiroyli chiqqanligini, yaxshi chiqqanligini. Agar siz lag'monlarim yoqqan bo'lsa, albatta videolarim orasida o'tgan safar tushuntirgan videoyimni ko'rib o'rganishingiz mumkin. Aziz bekajonlar, uy sharoitida cho'zilgan, qo'lda cho'zilgan lag'monga hech narsa kelmaydi. U juda ham zo'r va juda ham shirin bo'ladi. Mana shunday qilib qarang. Qo'limizda cho'zib urib olamiz va qaynoq suvga, qaynab turgan suvga solib pishirib olamiz va yog'lab olamiz, azizlarim. Mana hozir videoda qalin ko'rinishi mumkin, lekin juda ham ingichka. Cho'zilishi juda ham ingichka. Bu suvga kirgandan keyin albatta semiradi. Xamirlar suvga kirgandan keyin mana shu bir pishirib olganim eng kami 1 kilo chiqadi. Yoki 1 kilo 200, 1 kilo 100 shunday atrofida chiqadi. Hozir bu yerda 15 tadan ziyod bor. Zivolacha. Mana ko'rishingiz mumkin, azizlarim, qay darajada lag'monlar chiroyli, ishtahani ochadigan bo'lib chiqqanini ko'rishingiz mumkin. Menga zakazlar judayam ko'p, Xudoga shukr. O'zimga yetadigan zakaz olaman, lekin hozirgi kecha kunduzda bu darajada ko'p cho'za olmayapman, chunki kechqurun kuzatsangiz oldin ham aytgandim, kechqurun lag'mon cho'zib kunduz ishlayman. Shuning uchun kechki mahal judayam kech bo'lib ketyapti. Inson baribir charchaydi. Shuning uchun kamroq olyapman zakaz. O'tgan yilga nisbatan judayam lag'monlarim kamaytirganman. O'tgan yillari juda ham ko'p zakaz olardim. Bu yil ozroq kamaydi zakaz olishim. Shuning uchun bugun chiroyli ko'proq zakaz olganim uchun bugun lag'monlarimni ko'rsatib o'tay dedim. Ishtahani ochadigan judayam zo'r ingichka chiqqan. Bugungim ham har doim ham mana shunday chiqadi. Xudoga shukr, alhamdulillah. Mana shuni bir zivoladan 1 kilodan ziyod chiqadi. 1 kilo lag'mondan necha pors chiqadi deb so'rab oladi har doim. So'rab oluvchilarga aytaman, agar maydaroq kosa bo'lsa 10 pors chiqarish mumkin. Agar yo'q, kattaroq kosaga solsangiz 8 ta 7 ta pors chiqadi 1 kilo lag'mondan. Mana. Bu umuman uzilmaydi. Qancha ko'tarasiz, qancha nima qilasiz, tortasiz, umuman nima qilmaydi. Qo'lda cho'zilgan lag'mon titilmaydi, izilib ketmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ingichkagina xamirini qattiqroq qilsangiz juda ham mustahkam, zo'r lag'mon chiqadi. Uzilish darajasi pasayadi. Agar yumshoqroq xamir qiladigan bo'lsangiz, agar xamiringiz
yumshab ketsa uzilish darajasi yuqori bo'ladi. Mana shunday qilib qancha qimirlatasizmi yoki o'zingiz majburlab uzmaguningizcha uzilmaydi xamir. Shunisiga 100% garantiya beraman azizlarim. Azizlarim, lag'monimiz yoqqan bo'lsa albatta layk bosing. Qanday qilib tayyorlashni ko'rsatish uchun oldingi videolarimga kiring va videolarim orasida lag'mon cho'zish yoki lag'mon topshirish degan videolarim bor. Ana shularga kirib bemalol o'rganishingiz mumkin. Qanday qilib mana shunday chiroyli lag'monni cho'zishni va qanday qilib xamirlarini tayyorlashni ko'rsatib o'tganman azizlarim. Birin-ketinlikda ko'rishingiz mumkin. Sog' omon bo'lingizlar azizlarim. Keyingi videolargacha xayr.